Tarazga iki adam, tarazımız var, taraz. Kazakistan. Tarazga iki adam, taraz. Xo'sh, Qozog'istondagi alikafon ishlab chiqaradigan uskunaga, stanokga dastur yozildi. O'zini mana bu karetkada kesadigan, aynan pichoq kesadigan qismida sistemasi yangilab berildi. Mana bu qismiga servo o'rnatildi. O'zini oldingi holida karetka yurib kesishida mexanizmlarida sistemasida o'zgarish bo'ldi, ya'ni boshqacha bo'lgan o'zida. Hozirda bu sistema yangisiga almashtirib berildi. Vazifasi sinxronniy chiqadigan liniya bilan birlashib kesib berish. Oldingi holati mana bu yoqda. Mana bu reduktorli motor o'rnatilgan bu yoqda. 1,5 kilovatlik. Buni mexanik motorni qismlari almashib olindi va o'rniga mana bu servo sistemasi o'rnatildi. Bu yerda kronshtaynlar o'zgardi, ya'ni yasaldi, reduktor qo'yildi. Ichki kif o'zini eski holida ichki kifi o'rnatildi. Xo'sh, bunda mana bu shit O'zbekistonda yasaldi va O'zbekistondan olib kelindi. Bu yoqda tasdiqlandi. Hammasi o'zbek tilida. Xo'sh, ya'ni sozlash, mana bu yoqda qanaqadir xatoliklar chiqsa ko'rish imkoniyati bor. Kontrollerni onlayn kuzatish mumkin. Yana servo driverni ilamiz, kontrollerlar yig'ildi va oldingi o'zini eski holi bilan mana bu sistemasi bilan integratsiya qilindi. Kesish qismi o'zgartirildi, qolgan qismlar o'zini holida qoldi bu yoq. Hozir tez jarayon ketyapti, rezinka chiqarib bu qismi tugagandan keyin alikafon chiqarish qismiga o'tiladi. Demak, proses to'liq avtomatlashtirildi. Natijani kutamiz. Hozircha razmer to'g'ri chiqyapti. Alikafon bilan birgalikda ham hozir ko'ramiz. Odatda karetka pichoq kesadigan qismi mana bu valv aylanib tursa, demak bu to'xtab tursa, bu yurib tursa bu tomonga aylanadi. Agar bu tezlashib ketib qolsa, bu tomonga aylanadi. Demak, agar ikkalasi sinxron bo'lsa, mana bu valv harakatlanmasdan turadi. Aynan o'sha joyini, hozir jarayonni o'sha joyini tekshirib ko'ramiz. Keyingi qismi pichoqdan kesilgan mahsulotni mana bu yoqdan pichoqdan mahsulot kesilgandan keyin mahsulot ozgina chiqaradi, keyin orqaga qaytadi. Shunda tiqilib qolmaydi. Funksiyasini ham olib tekshiramiz. Ozgina mahsulot chiqadi, keyin orqaga qaytadi. Shunda tiqilib qolmaydi. Ha, bu? Yıkırsın. Yapma. İyi sistemi çok önemli. Ne çıktı şimdi? Toshdan bu? Qo'y. Nechta o'lchadik? Toshni 2 yig'ib. Tepadan turibdi-da, zashni ulanganda bilib ilon tasini qo'yadi. Mana shuni olay. Bir xil shu.